Men Andijon shahar, Andijon MF Rohat 51-xonadonda yashayman. Shu xonadonda 12 yildan beri yashab kelamiz. Shu uy-joyni oldi-sotdi qilganmiz. Jicha muomalamiz qoluvdi. Shuni beramiz degan orada men avariya bo'ldim. Avtohalokatda boshimdan jarohat olib, jicha xotiram susayib qoldi. Orada uzilishib qoldi. Endi hozirgi kunda bitta o'tkirib degan bola men sotib oldim 2 yildan beri deb bizga qaytib kelib bosim o'tkazyapti. Axir men shu idoraning shuncha ko'rarganlarga hamma joyga murojaat qildim. Axir bittasi meni ishimni inobatga olmayapti, birov yordam bermayapti. Axir men qayerga boraman? Boradigan joyim bo'lmasa, yordam beradigan odamim yo'q. Shuning uchun men tarmoqqa chiqishga majbur bo'ldim. Mana shu uyda qilganmiz, necha yildan beri mana shu yotibdi. Shu jicha joydan men yerlarni jicha ekib tushirdim. Foydalanaman men mashinlardan. Qayerga boray men? Qayerga boray aytinglar, menga yordam beringlar. Axir bu inson o'tirmay kelib, hali menga bosim o'tkazib, hali uyini buzaman, seni ketkizaman deb shuncha nima qilyapti. Go'radillarga berdim, sudlarga, hech qaysi joyda meni ishim hal bo'lmayapti, qilib berishmayapti. Nima qilay? Shu endi shu tarmoqqa chiqishga majbur bo'ldim. Mana uyimni ko'ringlar, ko'ringlar. Mana uylarimni ahvoli ko'ringlar, mana uylarimni ahvoli. Mana uylarim shu ahvolda yashayman men. Qanaqa qilaman men? Mana uyim. Boradigan joyim yo'q, menga yordam beradigan odamim yo'q. Nima qilay? Qayerga boraman men? Axir men boquvchim shu bitta bolam bo'lsa, qayerga boraman men? Kim yordam beradi? Axir meni pulim bo'lmasa, yordam beradigan insonlarim yo'q meni. Axir jicha yuragim ko'tarolmaydi meni. Sharoitim